Pusandagi mashhur Lotte Worldga keldik. Biz soat 2da kelib kirdik, lekin soat 3dan keyin kirsangiz biletga yaxshigina chegirma bor ekan. Parkka kirganda Lotte Worldni asosiy ramzi hisoblangan gapiradigan daraxt bizani kutib oldi. Bolalarni galma-galdan bir-birimizga tashlab bittadan attraksionlarda uchib chiqdik. Bolajonlarimizga to'g'ri keladigan attraksionlarni ham hammasida uchib chiqdik. Metr balandlikdan to'g'ridan-to'g'ri suvga tushadigan shu attraksion uchun maxsus salafan plash kiyilarkan. Dinozavrlar haqidagi mashhur 3D kino attraksionga Safiya adasi bilan kira oldi. Mustafoni bo'yi, yoshi to'g'ri kelmagani uchun kira olmadi. Xafa bo'lib zerikib o'tirdi.